Günaydın. Ertalabda SPS suraylıda yüzümüzge. Keyin işimizni boshlaymiz. Bugun balkonda kichkinagina gilamcha bor, o'shani yuvaman. O'shanga hozir oftobdan bu saqlovchi SPF suramiz. Mana bundan ishlataman, mana bu firmadan. Ketdik. Bugun havo zo'r. Balkonda shunaqa gilamlarni yuvsam, suvi qayerga ketadi deysizlar. Balkonda suv ketadigan joyi bor. Gilamni yuvib o'tirasizmi deysiz. Yudirishga bersani bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. To'g'ri, lekin bir dona kichkina gilamchi. Hozir oftob yaxshi, shundan yuvib qo'yayapsizlar. Kichkinagina gilamni endi qachon yuvib keladi deb kutib o'tirmasa, shunga yuvib qo'ya qoldim o'zim. Mana yuvib bo'ldi, tugadi, hech qayerim qo'l bo'lmadi.